Muddatli to'lovga Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinlari. Ha do'stlar, siz noto'g'ri eshitmaysizlar. Xatirchi begimiz guruh a'zolari uchun muddatli to'lovga Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinlari biznesini taklif qilaman. Videomiz qiziq bo'lsa, videomizni orqacha kuzatib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turing do'stlar. Qanunda boshladik. Assalomu alaykum. Xatirchi begimiz guruh a'zolari Navoiy viloyat Xatirchi tumani Miyanqol mahallasi Olmazor Shoh Nurmuhammad Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinlari biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Do'stlar, mana bugun sanamiz 14-dekabr, hafta kuni yakshanba. Do'stlar, bugungi videomiz Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinlari biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan do'st birodarlarimiz hamda aka-ukalarimiz uchun bo'ladi do'stlar. Do'stlar, Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinlari biznesi bilan shug'ullanishga xohish ishtiyoq bor, lekin sharoit yo'q. Do'stlar, biz sizga Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinlarini muddatli to'lovga xarid qilishni taklif qilamiz do'stlar. O'zimizni Navoiy viloyati Xatirchi tuman aholisiga Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinlarini muddatli to'lovga xarid qilishni taklif qilamiz do'stlar. Buning uchun bizga bir dona pasport yordamida bizdan Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinlarini xarid qilishingiz mumkin do'stlar. Videomizga like bosib do'stlar, Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinlari biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan do'st birodarlarimizga yuborib qo'yamiz do'stlar. Do'stlar, bizda hozirgi ishlar ushbu buyraklarimizni ilashga tayyorlayapmiz hamda cho'lchanlarimizga oziqa taxlab begimlarimizni ilashni boshlayapmiz do'stlar. Do'stlar, bizga endi bu yog'i bahor ko'klamga zagotovkalarni uyushni boshladik do'stlar. Kimlarga begimiz kerak bo'lsa, oldindan zakaz berib qo'yishingiz mumkin do'stlar. Telefon raqamlarimizni aytib qoldirib o'tamiz. Har doimgidek 73-78 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqib zakaz qoldirishingiz mumkin do'stlar. Mana shu ko'rinishda begimlarimizni ayvonimizga yo'yib chiqib, namligini 35-40% atrofida bo'lgandan keyin ilab olishni boshlaymiz do'stlar. Hozirda bilamiz do'stlar, O'zbekistonda ko'plab hududlarda yomg'ir tingani, o'zimizda hozirda havomiz ozroq bulut do'stlar. Shu begimlarimiz do'stlar namligi ozroq kuchli, buni ozroq sergitib, namligini o'sha 35-40% atrofida keltirib olib, keyin ilashni boshlaymiz do'stlar. Ko'plarda savol tug'ilishi mumkin, begimlarimizni qanday ilab olamiz? Ushbu ko'rinishda mana cho'lchanglarimizni usti qismiga chiqqandan keyin ikki yon tarafiga tashlab cho'lchanglarimizni ajratib olib, begimlarimizni ushbu ko'rinishda ayvonlarimizga qo'yib, namligini 35-40% atrofiga keltirib, ushbu yo'lakda do'stlar ilab olamiz. Begimiz kerak bo'lsa yoki Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinlarini xarid qilmoqchi bo'lgan do'st birodarlarimiz bo'lsa, bemalol aytib telefon raqamlariga aloqaga chiqib, kelib turib, ko'rib olib ketishingiz mumkin do'stlar. Cho'lchanglarni sizlarni sizlarga ko'rsatib o'taman do'stlar. Ana bunday baklarni tashlab qo'yganmiz. Baklar ancha namlikda ushlab turadi do'stlar. Mana cho'lchanglarimiz do'stlar. Qancha nam yuqori bo'lsa do'stlar, bilamiz cho'lchanglarimiz shuncha tepaga qarab intilaveradi. Manki o'sha namlik miqdori yaxshi bo'lgani uchun cho'lchanglarimiz va tepaga chiqib qolgan. Yoz sharoitda ko'rgansizlar, oldingi videolarimizda bunday ustiga chiqib qolmaydi do'stlar. Qancha ichkariga kirib ketadi. Hamkorlik qilaman deganlar bo'lsa, marhamat, cho'lchanglarimizni sizlarni a'lo darajada qilib yetkazib beramiz do'stlar. Yangi yilga bonuslar bilan bemalol bizdan xarid qilib olib ketishingiz mumkin. Yangi yilga katta bonuslar qo'yganmiz. Kelib turib bemalol aloqaga chiqib, Kaliforniya qizil yomg'ir cho'chinlarini xarid qilib olib ketishingiz mumkin. Biz bilasiz do'stlar, joylarimizni kengaytirib, hozir begimizga salib kuchayib borgan sari qo'shni tomorqaga ham joy qilganmiz. Qo'shni tomorqani ko'rsatib o'taman. Ana o'zi ushbu buyraklarimiz tayyor bo'lib qolgan, o'zim ham balandliklardan ko'rib turibsizlar. Bu buyraklarimizni asta-sekin ilab olishni boshlaymiz. Hozirda bu buyraklarni ilab oldik, endi bunisini ilab zagotovka qilib yuramiz. Mana do'stlar, ikkinchi tomorqadagi
bioreaktorlarimiz. Bu bioreaktorlarimiz narki bioreaktorlarga qaraganda ancha katta do'stlar. Uzunligi ham uzunroq. Bu yerda ham nurlarimizni zakazka qilishimiz kerak. Nurlarimiz, sochinlarimiz, ozuqalarimiz bir sanam berilib ancha kamayib qolgan endilikda ozuqa berib asta boshlashimiz kerak do'stlar. Mana bu yerda ham sochinlarimiz ancha aktiv do'stlar. Ishlari juda yaxshi. Namlik o'zi ochib o'tgan ama ustiga chiqib qolgan o'zi. Kelib turib bemalol istalgan bioreaktordan do'stlar, istalgan usulda kiloga deysizmi, kvadratga deysizmi, bemalol Kaliforniya qizil yomg'ir sochinlarini xarid qilib olib ketishingiz mumkin do'stlar. Aktivasiyani telefon raqamiga aloqaga chiqib bemalol xarid qilib ketishingiz mumkin do'stlar. Videomizga like bosib, Begums biznes bilan Kaliforniya qizil yomg'ir sochinlari biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan do'st birodarlarimizga tashabbus qo'llab qo'yamiz do'stlar. Hammaga rahmat.